Her bir tesbih eytiş sadiqidir. Her bir tekbir eytiş sadiqidir. Her bir hamd eytiş sadiqidir. Her bir tahlil eytiş sadiqidir. Mehriban Allah hayatlıqni, hayat qonuniyatini shunchalik tartibli qilganki, qayg'u alamlar bilan birga insonlarga xushalliq bag'ishlovchi to'y to'kun, har xil faoliyatlarni ham hayotimizning bir qismi qilib intizomlashtirgan. Islom tarixidagi bugunga, ya'ni Ramazonning 11-kuniga qaraganimizda tunji uchirtadiganimiz bo'lsa, hijratning 3-yili Ramazon oyining 11-kuniki Payg'ambar alayhisolamning to'yi bo'ladi. Bu sharafga noil bo'lgan onamiz bo'lsa, Ummul Masakin, yani miskinlarning g'amguzori deb atalgan Zeynep bint Huzayma edi. Zeynep onamizning ilgirki yo'ldoshi Badr g'azotida shahid bo'lgandan keyin payg'ambarimiz bilan qaytadan turmush qurgan. U nihoyat pamparasatlik ayol bo'lib, payg'ambarimiz bilan orasi yaxshi bo'lmagan, o'zining qabilasi bilan payg'ambarimizning orasining yaxshilanishida bakmu cho'ng rol o'ynagan edi. Zeynep onamiz mayli musulmon bo'lishdan ilgari bo'lsin va yoki musulmon bo'lgandan keyin bo'lsin, g'arib miskinlarning holidan xabar olishga bakmu ahamiyat beradi. Bu fazilat uning jamiyatda miskinlarning g'amguzori degan nomga erishishga vasila bo'lgan edi. Onamizning bu go'zal turmushi uzun davom qilolmagan. U to'yidan 7-8 oydan keyin 30 yoshida vafot topgan edi. U payg'ambar alayhisolamning ayollari ichida Xadija radhiyallohu anhadan keyingi payg'ambar alayhisolam hayot vaqtida vafot topgan ikkinchi ayoli edi. Allah onun rahmet qilsin. Ramazan Xayr-i İhsan eyi degan nom bilan ham atiladi. Biz bu munosabat bilan Xayr-i İhsan haqida qisqacha to'xtalib o'tamiz. Oylarning eng kattasi va sharafli bo'lgan bu muborak Ramazan eyining rahmat kunlarini uzitib, mag'firat kunlariga kirish oldida turibdimiz. Hayotlik safari Alloh taologa ketib borgan uzun safar bo'lib, odatda biz har qanday bir safarni davomlashtirish uchun yetarlik uzuq elib olishga muhtoj bo'lganimizdek, bu hayotlik safardimi oxiratligimiz uchun uzuq elib olishga ehtiyojli bo'lamiz. Ma'lumki, oxiratlikning eng yaxshi uzuqi taqvodorlikdir. Alloh taolo mundaq deydi: "Oxiratlik uchun uzuq elib olinglar. Eng yaxshi uzuqlik taqvodorlikdir." Xuddi odatdagi safarlarimizda yo'l bo'yi oldimizga chiqqan may qachilash punktlardan mashinalarimizga may qachilab manganimizdek, Ramazon oyiga o'xshash maxsus ibodat mavsumlarida o'zimizni ruhiy uzuqlar bilan uzuqlantirib menishimiz intayin zarurdir. Bu oyda qo'limizdan keladigan turli yaxshi amallarni qilishga herisman bo'lishimiz kerak. Ibodatning, solih amallarning turlari nihoyatda ko'p bo'lib, bu qatimliq suhbatimizda Ramazon oyidagi xayr-i ihson va infaq haqida to'xtalamiz. Xayr-i ihson to'liq fazilatli bir amal bo'lib, bu haqda Qur'on va hadisda ko'plagan bayonlarni uchirtimiz. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam har zaman sahiy, Allah yo'lida har vaqt xayr-i ihson qiladigan va xayr-i ihsonni yaxshi ko'radigan bir zot bo'lsa-mu, Ramazon oyida texmi sahiylashib ketadi. Alloh taolo mundaq deydi: "Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun." O'zinglar yaxshi ko'rganni Alloh yo'lida infaq qilmoqchilik yaxshilikka erisha olmaysizlar. Va yana bir oyatda mundaq deydi: "Innahum kanu qabla zalika muhsinin. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم." Bu ayette Allah subhanahu wa ta'ala so'rg'uchi, faqir miskinlarga infaq qilish, xayr saxovatdan iborat bu fazilatli amalni Allah'ның muhsin, salih bendelerining bir süpütü qilib ko'rsatgan bo'lib, har bir amalimizga hassilab savob ajri beriladigan bu oyda zakat, qo'limizdan kelishi sadiqa va o'zaro hadiya degandek bu amallar bilan savob mezonimizni eg'irlashtirishimiz, bu fursatni qo'ldan berib qo'ymasligimiz lozim. Ramazonda qanday xayr ihsonlarni qila olamiz? Birinchi, ro'zadorlarni iftor qildirish. Payg'ambar alayhisalom mundaq deydi: "Kimiki ro'za tutquchiga iftorlik bersa, ro'za tutquchining ajridan hech narsa kamaymasdan iftor berguchiga ro'za tutquchinikiga o'xshash ajr beriladi." Ramazonda iftorga chaqirish biz Uyg'ur musulmonlaridimi umumlashgan go'zal odat bo'lib, vatanimizda har Ramazon urug' tuqqan do'st birodarlar bir-birini bas-basda iftorlikqa chaqirishadi. Albatta muhojirat hayotidami bu go'zal an'anamizni davom qilib, sil rahimni ulash orqali ro'za tutquchinikiga o'xshash ajr ola olamiz. Ikkinchi, sadiqa qilish. Qo'limizdan kelishicha har kuni oz bo'lsa-mu sadiqa qilish. Yaxshi amalning cho'ng kichigi bo'lmaydi. Chunki mu'minning qilgan har bir yaxshi niyati uchun savob yoziladi. Sadiqalarning eng afzali bo'lsa, o'zimiz muhtoj turib qilgan sadiqa va xayr-i ihsondir. Boy-bayoshat, kengrichilik vaqtlarda xayr-i ihsonni har qanday odam qila oladi. Ammo o'zi muhtoj turib, o'z nafsidan kechib turib sadiqa qilish
iman ve sadaqatning mevasidir. Hammamiz her cihetden sınılayotgan bu muhacirat hayatida qo'limizdagini kichik ko'rmasdan Alloh yo'lida nafiq qilish balki biz uchun do'zaxga bir qalqon bo'lishi mumkin. Payg'ambar alayhisalom yarim tal xurmoni bo'lsa-mu sadiq qilinglar deyish orqali bu masalani nihoyat yaxshi yoritib bergan. 3. Takbir, tahlil, zikr, duolarni ko'p o'qish. Dinimiz xayr ihson qilishga qurbi yetmaydigan, sadiqa qilgudek hech narsasi bo'lmagan qarindoshlarimizni ham sadiqa ajridan quruq qolmaslik uchun ularga fursat bergan bo'lib, u bo'lsa-mu Allah ixlos bilan ko'p zikr tasbih aytishdir. Bu vaqt kelgan bir hadisda Abu Zar radhiyallohu anhudan rivoyat qilinib, u mundaq deydi. Sahabeler Payg'ambar alayhisalomdan: "Ey Rasululloh, baylar savobni bizdan o'tib ketdi. Biz o'qigan namozni ularmi o'qisa, biz tutgan ro'zani ularmi tutsa, ya'ni o'zlarining shuncha mollarini sadiqa bersa, biz bilolmaydigan to'saq" deyishdi. Payg'ambar alayhisalom: "Alloh taolo sizlarga sadiq qildigan narsa ato qildi-ku. Har bir tasbih aytish sadiqadir. Har bir takbir aytish sadiqadir. Har bir hamd aytish sadiqadir. Har bir tahlil aytish sadiqadir. Yaxshilikqa buyurish sadiqadir. Yomonlikdan to'sish sadiqadir. Biringlarning ayolinglar bilan birga bo'lishimi sadiqadir." Sahabeler: "Ey Rasulullah, biz özümüzün şehvetini kandırsakmı savab verilemdi?" dedi. Peygamber aleyhisselam: "Eytip bakınlarçı. Eğer o şehvetini haram yol bilen kandırsa, onunla günah bolmamdı, elbette buludu. Şununla okşaş, şehvetini halal yol bilen kandırsa, onunla savab verildi" dedi. Şunda Allah Taala şunçalik mehribon ki, chin qalbidan onunga yaqinlashishni o'ylaydigan har qanday bandasiga o'ziga yaqinlashish, muhabbatiga erishish yo'llarini ko'p qilib, go'zal fursatlarni bergan. Bizga qolgani bo'lsa, Allohga chin ixlos va samimiyatlarimiz bilan yuzlanishdir. Alloh Taala hammamizni o'z fazlidan boy qilib etsin. Bandalarga muhtoj qilmasin. Alg'uchi qo'l emas, berguchi qo'l qilsin. Qilgan barcha ibodatlarimizni, xayr ihsonlarimizni qabul qilsin.